Так, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nazar Matov va bu Qondiy tahlil videosi. Bugun sanamiz 26 mart, kunimiz esa chorshanba va biz o'z analizlarimizni boshladik. Tak, ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Agarda siz bozorda manipulyatsiya ko'p ko'rayotgan bo'lsangiz va ikki tomonlama harakat ko'p bo'layotgan bo'lsa, bu absolyutno norma. Chunki bu oyning oxiri va yangilik kam bo'lgani hisobiga ham narx уже oylik harakatni qilib bo'lgan, chunki impulsni ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham narx bitta rangedan o'rtasida ko'p qolib ketyapti. Agarda siz dushanba yoki seshanba yaxshi уже yaxshi profit olgan bo'lsangiz, haftani yopsangiz ham ko'p holatda hech narsa yo'qotmaysiz va depozitingizni уже katta riskka qo'ymagan hisoblanasiz. Endi esa analizga o'tamiz. Analizda давайте men sizlarga kattaroq time frameda bir narsani ko'rsatmoqchiman, ya'ni SMTlarni. Ya'ni buni уже ko'p hamma odam ko'rib bo'ldi. Qayerlar? Dixoyda ko'rishimiz mumkin bizada PVL, ya'niki haftani hayi olingan. EURUSDda esa bu narsa PVL olingan, lekin GBP olinmagan. Bu narsa SMT sifatida ishlatsa bo'ladimi? Da, в принципе, bo'ladi. SMT sifatida ishlatsa bo'ladi. Tepada ham targetlarimiz yo'q emas, lekin qaranglar, pastda ham targetlarimiz yo'q emas. Sababini tushuntirib o'taman. GUda bizada mana bu yerda IFOga bo'sh. EURUSDda ham mana bu yerda mana bu IFOga bo'sh. No degan joyi bor, qaranglar. Kunlikka o'tadigan bo'lsak, qaranglar, kunlikda bizada nima bo'lyapti? Kunlikda bizada PDLga EURUSD juda yaqin. Katta ehtimol PDL oladi, lekin GU PDLga umuman yaqin emas. Agar misol uchun bizga hozir EURUSD 8 oladigan bo'lsak, biza 8 mana bu FVGimiz juda aktualniy turibdi. Bizda hozir PDL ni olib bizga juda yaxshi shaklda yaxshi model yasab beradigan bo'lsa, bizlar bemalol даже PDH ga hujum qilib ko'rsak bo'ladi. Sababini tushuntirib o'taman, qaranglar. Bizda birinchidan haftalik SMTimiz bor, to'g'rimi? Haftalik SMT bo'lgandan so'ng bizlar bilamiz, что bugun chorshanba. Chorshanba kunida katta ehtimol yokida trend davom etadi, yokida reversal bo'ladi. Va kecha mana bu уровеньni buzib keta olmagan sababli ham Dixoy уже сомнение qilyapti va mana bu yerdagi mana misol uchun bir soatlik o'tkazishlarni ko'rsataman. Hali mana bu flowni bitta e'tiborga olinglar. Mana hali qanchalik zo'r order flow bizada shakllangan. Bizada четкий likvidность bor, bizada target zona bor, lekin qayerdan ketish mumkin? Sababi chunki yaxshigina manipulyatsiya qilyapti va Dixoy PDH ga juda yaxshi, juda yaqin turibdi. Va mana bu 1 soatlik PPR ga ham men o'yladim, что уже mana shu yerdan ketadi, bo'lmay reaksiya oladi. Yo'q. Bu yerda ham reaksiya olayotgani yo'q. Bizlarga targetimiz bo'lmay aniq, xo'p, lekin tepaga ketish ehtimoli bormi? Ehtimoli bor, yo'q emas. Bizlarga nima shakl bersa yaxshi bo'ladi, qaranglar. Agarda hozir mana Aziya sessiyasi, to'g'ri. Xo'p, PDH yaqin. Biz bilamiz, haftaning high yoki low ko'p holda seshanba yoki chorshanba kuni yasaladi. Bizda ikkita variant bo'ladi. Hozir agar misol uchun bizada Londonda Asian High PDHni ham bizga struktura beradigan bo'lsa, nur ustiga olib biza PDL va undan agar kim misol uchun shu yerda долгосрочныйga misol uchun bemalol sabr etadigan bo'lsa, bemalol PVL ga ham hujum qilib ko'rsak bo'ladi. Agarda yo'q, misol uchun biza mana shu yerda oqib ketadigan bo'lsa, nima qiladigan bo'lsak deydigan bo'lsanglar, bizada bu ответga уже ответ bor. Sababi qaranglar, EURUSD nechim Dixoy hammasidan ko'ra PDL ga juda yaxshi yaqin turibdi. Bu yerda ham xuddi shu, agar misol uchun Aziya akkumulyatsiya, London manipulyatsiya va New York distributsiya beradigan bo'lsa, agarda даже mana bu yerda oladigan bo'lsa, chunki mana bu yerda kutish kerak. Ikki marta anavni kutinglar, MSS ni. Misol uchun mana qaranglar. Mana bu yerda birinchi slomini kutmanglar. Mana bu ikkinchi slomidan kirsak bo'ladi. Mana bu yerdan emas. Biz mana bu yerdan kirishga harakat qilishimiz kerak mana. Agarda struktura berilsa, mana bu yerdan kirishga harakat qilamiz. Nimaga deydigan bo'lsak, chunki birinchi cho'ch, birinchi MSS ko'p holatda biz bilamiz ложный bo'ladi. Mana bu ikkinchisidan kirsak, riskimizni ancha xavfsiz qilgan bo'lamiz. Va yana podskazka aytib o'taman, mana bu H4 qaranglar. H4 agar вообще bemalol o'tiraman deydigan bo'lsangiz, risksiz, bu eng zo'ri. Bu katta ehtimol Londonni skip qilasiz. Qarang, mana bu yerda mana FVG ga javob bergan ku, to'g'rimi? Mana shuni buzib o'tishini kuting. IFV sifatida ishlating. Вообще bemalol maza qilib PVHlargacha bemalol ishlatsangiz bo'ladi narxchi. Sababi chunki o'sadigan joyi bor va bizada haftalikka shunday ochadigan bo'lsak, aniq targetlarimiz, ya'ni haftalik IFVgamiz bor. Mana bu yerda juda yaxshi baysetlar bor va shunday bir soatga o'tkazadigan bo'lsak, bu yerda juda chiroyli order flowlarimiz bor va buni narx shunchaki qoldirib ketish ehtimoli kam. Juda ham xuddi shu juda ko'ryapsiz, то, что SMT ishlayapti va H4 shunday o'tadigan bo'lsak, H4 da bizada juda zo'r FVG ga baga turibdi. Ну, mana bu yerga ham kelishi mumkin, chunki bu yerda narx уровень закрепления bor. Уровень закрепления nima deydigan bo'lsak, narxda juda ko'p yopilishi bu уровень закрепления bo'ladi. Mana shu yerdan ham ketish ehtimoli bor. Mana bu yerdagi buy-side'larni target qilib olaman. Va bu yerda shunday kunlik o'tkazadigan bo'lsak, bizlarda kunlik deb H4 da prям 3 talik zo'r BPR zonamiz bor. Buni bizlar buy-side sifatida olsak ham bo'ladi.
Albatta, narxni qanaqa model yasalishiga ko'ramiz. Londonda misol uchun qanaqa otvet beradi, o'shandan keyin tushuntirib o'tdim. Ikkinchi MSSdan so'ng kiramiz. Misol uchun mana birinchidan emas. Bu yerdan siz kirib yubormaymiz, mana bu yerdan kiradi. Mana bu yerdan kirib yuboramiz. Riskni joyiga qo'ysak, o'zimiz yaxshi yerga olib chiqib keta olamiz. Tak, yevro funt bo'yicha analiz shu. Keyingi aktivimiz bu bizada tilla. Tilla nima kutilyapti? Tilla bilamiz, ekonomik holat unchalik yaxshi emas, sababi Tramp doda har xil yurishlar qilyaptilar. O'shaning uchun katta ehtimol tilla yana dальше o'sish ehtimoli ko'p. Sababi bu yerda dальше yana o'zini oxirgi maksimumini yangilaydi. Men tillarda ko'cha ko'p savdo qilaman, lekin mana bu yerda agar mana shu yaxshi zakret beradigan bo'lsa, endi H4 ozgina korreksiyasidan so'ng bemalol уже mana shu PDXlarga qarab ko'rgan bo'laman, chunki tilda tushish ehtimoli juda kam. Chunki hozir, именно hozir ekonomический va Tramp ham yurish boshlagani uchun ham bizada yaxshi fon tillarda именно qaytish foni emas, yaxshi fon, ya'ni o'sish ehtimoli juda ko'payishi mumkin. Tak, indekslar. Indekslarda o'zimiz zelkam bor. Indekslarda o'zimiz zelkam bor. Hozir ham ochiq bu narsa. Bittasi kecha ochilgan, bittasi bugun ochilgan. Tak, dальше oxirgi targetim 2480 va mana bu yerlardan ketish ehtimoli ko'p. Nimaga 2480? Chunki mana bu yerda juda yaxshi industrial zona bor va o'sha bayside industrial zonaga kelish ehtimoli ko'p. Bugungi kundagi tahlil shu. Savol va tushunarsiz joylari bo'lsa, kommentariyada belgilab keting. Agar analizingiz bo'lsa, Telegram kanalimiz ochiq, bemalol yozsangiz fikr almashib savdo qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.